YouTube'dan quyidagicha savol kelibdi. Janob, men hayotdan to'ydim. O'lishni istayman. Men boshqa bunga chida olmayman. Meni to'xtatib turgan yagona narsa bu meni musulmon ekanligim va islomda o'z joniga suiqasd qilish harom ekanligidir. Maslahat bering, nima qilay? Alloh taolo Qur'oni Karimning Mulk surasi 2-oyatida u Alloh o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratdi. U o'ta izzatlidir, o'ta mag'firatlidir deya marhamat qiladi. Ya'ni bu hayot sinov hayotidir. Alloh Qur'onning bir qator o'rinlarida, jumladan Baqara surasining 155-oyatida ham albatta sizlarni biroz xavf va ochlik bilan mol-mulkka, jonga, mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz va sabrlilarga xush xabar ber deya marhamat qiladi. Demak, Alloh taolo har bir kishini o'ziga xos sinovlar bilan sinaydi. U xoh xavf bilan bo'ladimi, yo ochlik bilanmi, yoxud mol-mulk yetishmovchiligi bilanmi, yoki yoqtirgan narsasidan mahrum bo'lish bilanmi, lekin bu sinovlarga sabr qilganlar uchun ulkan xush xabar bordir.